Uyqusi yo'qlarga, mana uyqusizlikka birodarlar, miya faoliyatini ishlashini yaxshi qiladigan Melissa lekarsen, limon o'ti birodarlar, hamma joyda o'sib yotibdi. Deyarli hammamizning uyimizda bor. Birodarlar, oshqozon hazmini yaxshi qiladi. Oshqozon osti bezi yazilasiga yaxshi. Gastriti borlarga, davleniyasi doim baland yuradigan insonlarga davleniya me'yorlashtiradi. Qoni quyuq insonlarga qonni zo'r suyultirib beradigan xususiyatga ega. Tez asabiylashib ketadigan insonlarga, uyqusi yo'qlarga. Birodarlar, tabiiy hamma joydan olib iste'mol qilsak bo'ladi. Bir osh qoshiqni 1 litrga damlab kun davomida iching. O't qop dimlanishini yaxshi qiladi. Uyqusi yo'qlarning uyqusini yaxshi qiladi. Nevroz borlarga nevrozga yaxshi. Juda zo'r birodarlar, qoni quyuqlarni qonni suyuqtirib beradi. Miya faoliyatini ishlashini yaxshi qiladi. Tez asabiylashib ketadigan insonlarga juda yaxshi yordam beradi. Miya faoliyatini uspa-ko'sa qilishga yaxshi yordam beradi. Melissa lekarsen, limon o'ti. Domli tagida biza. Hamma joyga o'sib yotdi. Iching, xudo xolasi foydali bo'ladi uy sharoitida.